Qarindosh qotillar. Salom Kesham aka. Maktab o'quvchisi uchun jiddiy kitob-ku. Bu oyimni kollejdagi darsligi. Britaniyalik Erik Paget yozgan. U faylasuf, axloq haqida, qanday odobli bo'lishni yozgan. Zerikkaningdan kitob o'qiyapsanmi? O'qiyapman. O'ta olimiga aylanib qolma. Dadang turdimi? Soat nechi bo'ldi? Yemish vaqti bo'ldi. Tezlash. Qani ketdik, yura qol. Hozir turaman, hozir. 1 daqiqa. Yogang bilan keyin shug'ullanasan. Qani ketdik. Tezlashsen-chi, ishni boshlaylik. Qo'limizga qaragan qancha jonivor mo'ltirab turibdi. Talashmasanglar-chi, hammangizga yetadi. Bu yoqqa kira qol. Ana shunday. Juda yaxshi. Janob oliylari, nonushta tayyor. Qani, bir kavshangchi? Ahvol yaxshimi? Quvvat dorini berayotganimga 1 oydan oshdi. Yoshiga yetgan sigirlarni ko'rib, o'zini bosolmay yotibdi. Ha, havas qilib bo'lmaydi. Tabiatning go'zalligi qonni qaynatadi. Ha, Hammasi yaxshi bo'lib men ham ketadi. shunga umid qilaman. Hayot hammasini ko'rsatadi. Hammasi joyidami? Namuncha o't ketgandek baqiradi, ha? Qizalog'im, tinchlikmi? Tezroq bo'linglar. Nima gap? Boshlandi. Tinchlan jonivor, tinchlan. Salom qizaloq. Jim, tinchlan. Bo'ldi, tinchlan. Menga yoqmayapti. Kuchanish qanday? Hech narsa chiqmayapti. Tinchlan, jonivor, tinchlan. Bo'ldi. Ushlab tur, men bir ko'raychi. Hammasi joyidamikin? Nima bo'pti, dada? Toychoqning oyog'i tiqilib qolibdi. Vrach chaqiramizmi? Vrach kelgunicha kech bo'ladi. Bu holatda 15 minut yoki 10 minut vaqtimiz bor. Boshini qattiqroq bosib tur. Tinchlan, jonivor, jim bo'ldi. Azizim, bo'ldi, o'zingni bos.
dumini Biz senga yordam ko'tarib beramiz. Ha, ana. O'xshadimi? yana ozgina Hozir. qani buni Dadam senga yordam beradi, tinchli. bo'ldi, chekkaroq turaylik, qolganini o'zi eplashtiradi, Yaxshi. Qo'y. o'zi boplaydi, Barakalla. uddaladi. Ajoyib. Chiroyliligini qara. Atrofga qara, hali ko'pchilik uyquda-ku. Oddiy odamlarni aytyapman-da. Shuning uchun ham ular oddiyda. Oilamizga xush kelibsan. Qani ketdik. Savanna, ketdik. Uni topdingmi? Yana yo'qotib qo'ymay. Qizalog'im, ko'rinishing juda ajoyib. Rahmat, dada. Ha, Nega biz bilan bormayapsan? oxirgi paytlarda negadir tortmayapti. Ana u traktorni ham tuzatishim kerak. Bir oydan beri va'da berib kelaman. Tushunarli. Tushlikka sherik bo'lmasa. Bahonalarim ishontira olmayaptimi? Cheeseburgerlarni yoqtirasan-ku. Xo'sh, mehmon qilasanmi? Grilldan chiqqan yangisi bilan. Mayli, meni ko'ndirding. Sog' bo'l. Yaxshilab o'ynab kelinglar. Sen tirlog'ingni tezroq tuzat. Hozir boshlayman. Amalga oshmaguncha harakat qilamiz. Unga oyim yetishmayapti. Ha. Menga ham yetishmayapti. Ertalabki holatni ko'rganda, u bilan faxrlanardi. Ha, bunisi aniq. Bolaligimda meni otam o'zi bilan ovga olib borardi. Biz tong otmay turardik-da, sovuq zulmat qa'riga odimlardik. Ko'pchiligingiz nima demoqchiligimni yaxshi tushunasiz. Endi ma'qullaganingni ko'rib turibman. Mana men sizlarni ro'parangizda ruhoniy sifatida turibman. Ammo men gunohkor bandaman, xuddi sizlardek. Ablah edim, bunga o'zingiz ishonch hosil qilishingiz mumkin. Haligacha politsiyada ma'lumotlar saqlanib keladi. Ha, bu ayni haqiqat, pastor. Xotirangizga qoyilman, sherif. Otam bilan ov qilayotgan o'rmonda aylanib yurganimda men haqiqatni angladim. Yaratganni yonimda ekanligini sezdim va u hamisha yonimdaligini angladim. U quloq soladi, kutadi va u bizni bag'riga olishga shaydir. Amin. Yana bir bor. Amin. Amin. Rahmat. Doim minnatdorman. Nutqingiz a'lo darajada. Vaqt topganingiz uchun kunni bunday tashakkur. ajoyib boshlanishini qo'ldan boy bermasdim. Juda yaxshi. Sherif, Yaratgan tavbayni insonga nisbatan ancha oson qabul qiladi. Vinning ahvoli qalay? unchalik emas. Uni shishadan ayirish lozim. U ovga chiqyaptimi? Afsuski yo'q. O'ylaganimdan ham battar ekan. Ha. Xo'sh, qalaysan? Bu mavsumda u seni ovga olib chiqdimi? Chiqdi, lekin menga faqat chopqicha ushlatib qo'ydi. Yo'q, balki arzigulik narsadir. Hamyonchangdagini ko'rsat. Qani baho beramiz? Mana buni tushunaman. Toblangan po'lat-ku, buni qara. Buni bahosiga yarasha 5-6 soatlab tinmay mehnat qilish kerak. Amaking ko'p ham erkalamasligi ko'rinib Ha, turibdi. qurumsoqligini aytmaysizmi? U seni zeriktirib qo'ymasligi Ha, aniq. miyaga mix qoqqanday asabni o'ynab turadi. Sezib turibman, dadangga olib qo'yilgan bu cheeseburgerlarni o'zim paqqos tushiraman. To'g'ri sezyapsiz. Hozir kelaman. Vini, qayerlarda yuribsan? 12 baksli burgering sovib qolyapti. Xo'sh, nima kerak? Kesh, qarshimasdirsan? Layn tushlik qilmoqchi edi. Faqat so'rg'ishida yutib oray deydi-ya.
ishtaha kardaylikdan. Turdi. Qizchani qo'yib. U yolg'izgina zerikib o'tirgandi. Ko'nglini ovlashga yoniga o'tirdik. Xo'sh, Ketdik. Savana. bora qol, o'ynab kela qol qizaloq. Amaking bilan bir suhbatlashaylik. Kela qol azizim. O'zingga muzqaymoq olib tur. Men ko'p qolib ketmayman, tashvishlanma, xo'pmi? O'tirib ol. Nima kerak sizlarga? Bizga hech narsa. Mushkoyim nomidan keldik. Mushkoyimga aytadigan gapim yo'q. Uni senga aytadigan gapi bor. Ferma masalasida. Ferma masalasida nima gap ekan? Mana yetib keldik. Qani yurchi? Qani yur. Yur. Qani kela qol. Mana meni qizalog'im. Cherkovda nima gap? Tushlikka kelasizmi deb o'ylagandim. Ha, meni kechir azizam. Savanna. Bizni yolg'iz qoldira olasanmi? Bora qol. Bir gaplashib olaylik. O'zimga bir qultum quyib olay. Ko'ngling tortsa sherik bo'l. Menga kulgili deb o'ylayapsanmi? Meni yana shishaga tiqmoqchimisan? Sen o'zingni achitqingni hali ham tutatyapsanmi? U bundan battar-ku. Tushunarli. Qo'rqoq bo'lishga qaror qildingmi? Men shunchaki aytmoqchi edimki, ichishga haqqing bor. Men o'ta aqlligimdan ichmasdim. Hozir ikkalamizni o'rnimizni bosyapsan. Ha, mana bu meni do'stim. Sen aytgan ayni Sen haqiqat. tushlikka kelmading. O'rdinga esa buqa bilan layin keldi. Aytishlaricha mushkoyimdan olgan qarzlaringni haligacha bermabsan. Men senga ferma haqida bir narsani aytaman. U xuddi teshikchelakday. Mushkoyim singlimi fermasiga ega chiqmoqchimi? Men undan qarz oldim. La'nata! Boshqa ilojim yo'q edi. Bo'lmasa jang boshlanadi. Yaramas! Agar pul kerak bo'lsa, bankka bor. Seningcha men kimga qarzdorman? Ular menga yana beradi deb o'ylayapsanmi? Men hammasini to'g'ri qildim. Hammasini qaytaraman. Sigirlarim sotuvga semirsin. Bunga ishona olmayapman. Idorasiga borasan, bir tog' qog'ozga qo'l qo'yasan. Ammo baribir pulni mushkoyim beradi. Kallangni ishlatsang-chi. Bilasanmi, Kesh? Sen uyingga 1 sent ham to'lamaysan. Yordam berganingda ko'p yamoqlar yamalardi, yo noto'g'rimi? Bu iblisdan yaxshilik kutma. Men yana qanday imkonim bor edi? Sen 100 minglab topib bera olasanmi? Yo'q, sir. Shunday ekan boshimni achitma, hal qilarman. Yo'q. Yaxshisi o'zim. Men bu hayvonlarni non topishni bilaman. Sen o'zingga keldi. Uyda alaqsirashni bas qil. Ovga chiq, savannani olib bor. Unga sen yetishmayapsan. Ha. Hozir qo'limdagi burbonni tugatib olay. Ammo sen uchun tashqarida ichaman. Mana. Ochiq joyda qaynatishyapti. Qayersa esa ichkarida qilishadi. 4-5 ta bo'lib qurollanib kelsak, ular tushunishga ham ulgurmaydi. Bir qopni olamizda qochib qolamiz. Mayli, bo'pti. Men binoni aylanib o'taman. Sen hushyorroq tur. Yaqinroqdan bir ko'raychi. Daming chiqarma. Rech,
Hech! To'xta, qimirlama! Qo'llaringni ko'tar! Qimirlama! Ko'tar qo'lingni! Men sizni o'z ishingizga bo'lgan mas'uliyatingizni qadrlayman. Bugun Mr. Barklini juda ham band kuni. Men sizni bo'sh vaqtiga yozib Unday qo'yaman. bo'lsa tezlash. Zik men bilan gaplashmaguncha hech qayerga ketmayman. Hammasi joyida, Sigur. Men uni bilaman. Nima bilan bandsan? Dars tayyorlayapman. Keyin oliygohga kirasan-da, meni bu yerda yolg'iz qoldirasanmi, shundaymi? Ungacha trigonometriyani topshirishim kerak. Yo'q, qani ko'rsatchi. Maktabda matematikadan mendan ko'chirishardi. Xo'sh, Cash. Ha, Men senga nima bilan yordam berishim mumkin? men Vinnyni qarzini bilmoqchiman va aniqlik kiritmoqchiman. Kechirasan, Cash. Menimcha sen angla olmayapsan shekilli, a? Bu aniq matematikami? Sinus o'qidir. Bu qanaqa tilda yozilgan? Qizalog'im joyingdan qimirlama. Vini amaki, taq. Nimalar bo'lyapti? Xonangga kir. Xonangga. Vini ochsang-chi, qo'rqoqlik qilma. Nega berkinib olgansan? Och! Men tushunmayapman, jinurgurlar, nimaga eshigimni buzmoqchisizlar? Sen eshikni ochsang-chi, Vini. Salom. Salom buqa. Mushuk xonim Jin mehmonga kelishimizni tayinladi. Tikilgan sarmoyani tekshirgani. Tushunarli. Ha, men hammasini qaytaraman. Menda vaqt bor-ku, to'g'rimi? Ajoyib-ku. Unga tegmanglar. Hozircha ko'ngildagidek bo'lmayapti. Bas qilinglar. Qizni ovozini o'chir. Qo'lingni tekkizma unga. Hey, o'zingni bos. Tinchlansin-chi. Mana bu yerda bir damingni ol. Yanami? Tuzilgan shartnomaga asosan ferma mushuk xonimga tegishli, lekin sen uni ishlab qaytarishing mumkin. Bu qarzdorlikdan keli solib qaytara olaman degan qarz emas. Hattoki seni puling bo'lsa ham. Qarzdorlikdan qutulishingni yo'li mushuk xonimni qarzdorlikdan qutuldi degan so'zni aytgungacha davom etadi. Ungacha esa ferma boshqarish sizlarning qo'llaringizda bo'lmaydi. Kesh, yana qanday yordam berishim mumkin? Qalaysan, qizaloq? Hammasi yaxshi bo'ladi. Men seni xafa qilmayman. Qani yonimga kelchi. Kechirasan. Bo'ldi. Agar otadigan bo'lsang, mushkoyim Bu yerda gap pulda emas. Nima bo'ldi? Quloqiga to'pponchadan o'q uzishdi. Vinny, hech narsa eshitmayapman. ichkariga kiramiz. Ketdik. Qani, yuringlar. Meni kechiringlar. O'zingni bos. Nafas ol. Chuqur nafas ol. Men bittasini yuzini kesdim. Qaysi birini? Doim xiringlaydiganni. Bo'layinku. Hammasini hal qilaman. Voy xudoyim. Meni kechiringlar. Dadang yaxshilab qara, tushundingmi? 1-2 soatda qaytaman.
Voy, Jinurgul. Og'rishini. Mr. Williams, sherif sizni qabul qilmoqchi. Buni qaranglar. Axir o'zing kelibsan-da, Kesh. Men ham seni ko'rganimdan xursandman, Juk. Kesh, qani kira qol. Sen bilan panjara orqali gaplashamizmi deb o'ylagandim. Kabinetimni o'ylamabman. Nima bo'ldi? Mushkoyim bilan muammo bor. Bu ancha qiziq o'xshaydi. Vini fermani garovga beribdi. U bo'lsa butunlay egallamoqchi. Vini buni bilish kerak edi-ku. Sherif, nimalar deyapsan? Axir bu it topmas Elodim okrugini qirolichasi-ku. Bu qirolichani taxtga o'tirishiga o'zing ham hissa qo'shgansan. Kesh, agar sen biror narsa aytmoqchi bo'lsang, quloqim senda. Ferma bo'yicha esa Zik bilan suhbatlash. Ha. Tushunarli, yaxshi. Zikka uchrashganman. Biz ham uni yoqmoqchimiz. Tomoqdagi suyadek turibdi. Bizga dalillar kerak, shikoyat shart emas. Xo'sh, Kesh. Biror aytadigan gaplaring bormi? Agar bo'ladigan bo'lsa, hammamizni ancha muammolarimiz hal bo'lardi. Men singlimni ranchosini saqlab qolmoqchiman. Menga arziydigan biror narsa aytsang, sudga oshiraman. Miltiqni joyiga osib qo'y. Joylaringga qaytaring. Lazarus, meni kechiring. Rejangiz ajoyib, ammo men o'ylab ko'rishim kerak. Ha, albatta. Salom og'ayni. Kesh. Balki nima uchun oilamga tahdid qilayotganingni aytarsan. Odamlaringga yosh bolani urishga imkon beryapsan. Asabiy ancha taranglashibdi, Kesh. Ular Vinini quloqdan otishibdi. Yana savanani oldida. Bir-ikki kun qulog'i shang'illaydi, ammo bu xabar senga atalgandi. O'tgan galdigisi yetib bormagandi. Meni qaytarishga majburlashsa, men jarangdor qilib takrorlayman. Ishonaver, menga seni sigirlaring ham, yering ham kerak emas. Jinurgur Viniga umuman qarz berishni xohlamagandim. Bu piyonista hammasini shilta qilishini biluvdim. Bilasanmi, men nima qarorga keldim? Kel, yaxshilik qilay. Senga qarzingni to'lashga imkon beraman. Vinini suyukli rafiqasi Rachel yoniga ko'mmaslik uchun. Kelishuvimiz bor edi. Men ishdan ketganman. Undan so'ng men ancha ko'tarildim. Ko'kat bilan dorilarda chegaralanib o'tirmayman. Men hozir ulkan saltanat quryapman, Kesh. Meni kerakli aloqalarim hamma joyda bor. Hozir ishim uchun oson payt emas. Biz katta voqealar ostonasidamiz. Shunday ekan, yordamchi qo'llarni ziyoni tegmaydi. Meni baquvvat yigitlarim ko'p.
menga sodiqlik tartibida tarbiyalangan, ammo ularda sen iqtidoring yo'q. Sen doim odamlar bilan yaxshisan, ammo bir imo bilan sen butunlay sovuqqon qotilga aylanarding. Shuning uchun sen qadrlanarding. Nima taklif qilayotganingni tushunmayapman. Balki chaynalmay ochig'ini aytarsan. Meni tanlovim bo'yicha 3 ta ish. Qarzni to'lash narxi mana shu. Ishdan voz kechsam-chi? Bu tanlov yo o'q yoki shirin kulcha tanlash deganim. Aytganingni qilaman. Faqat qarz uchun. 3 ta ishdan keyin men ketaman. Butunlay ketaman. Albatta kichkintoy. Munosabatlarni murakkablashtirish shart emas. Ishlar qalay? Savannaga bir umrlik yomon xotira bo'ldi. Ha, inkor eta olmaysan. Yerni ham eplab qola olmadim. Suyuklilarimni ham, qizimni ham. Ishonaver, bitta sen emas. Bo'lgan ishdan afsuslanayotgan. Balki menga yaxshi ota bo'lish nasib qilmagandir. Bu gaplaringni yig'ishtir. Bu gaping hech kimga yordam bermaydi. Men haqiqatni bilaman. Asosan Savannaga. O'ylayverib charchadim. His qilishda, hadeb ichaverishda, tongdagi bosh og'riqda. Men ichkilikdan juda charchadim. Tashlash oson emas. Ammo men qo'llab-quvvatlayman. Nimaiki talab qilinsa. Ahvolimiz qay darajada yomon? Men yordam bera olamanmi? Sen o'qi va o'rgan. Bizni xatolardan takrorlab yurma. Meni hech narsani tushunmaydi deb o'ylamang. Sen tushunasan-ku. Men yordam bera olaman. Men buni bilaman. Ammo sen muhim narsalar bilan shug'ullanishing kerak. Muhim narsalar bu ahmoqona kitoblar emas. Dadam, siz va firmamiz. Men seni bu botqoqqa tortmayman. Sen haqsan. Hammasini hal qildik. Ko'mak shart emas, ishonaver. Bor dadangdan xabar ol. U gulxan yoqib olibdi. Faqat kabob va'da bera olmayman. Ha. Kelganingdan xursandman. Boshqa yo'lim bormidi? Yo'q. Qani, eshikni ochchi. Endi ko'zimdan yo'qol, hayvon. Iflos it.
Bo'lishmaysanmi? Yo'q. Iflos maraz ekan. Borib tekshirib ko'r. Fikrimni o'qiyotgandaysan. Telbamsan qarling. Ular testosteronlar qaynatishadi demaganmidi? Ular Redlini o'ldirishdi. Manjalaqim mushkoyim barmog'imni kesdi. Jin ursin, bu ifloslarni bugunoq jazolaymiz, to'g'rimi? Hammasini tayyorlanglar. Qurollarni shaylanglar. Yigitlarimizni o'chini olamiz. Birontasini qoldirmaymiz. Osh nima gap? 5 kishi. Mahalliylarga o'xshaydi. Hammasi asabiy. Qasd olish va yigitlarning to'planishi haqida gapiryapti. Yigitlar to'planishi desam, ancha qoni qaynoq yigitlarmi deyman? Hammasi biz o'ylagandek bo'lyapti. Xo'sh, biz asosiy eshikdan. Kesh, sen orqadan kirasan. Menga qurol kerak. Qurolimni beraymi? Qani berchi. Tayyormisan og'am? Mayli, ketdik. Qani yigitlar, ishni boshlaymiz. Hey, menga qurol bermaysanmi? Ma ushla, maza qil. Espas hayvonlar. Balki avvaliga yaxshilab reja tuzarmiz. Ovozingni o'chirib tur. Mana bu iflos maraz. Kesh uni bir urib yiqitdi-ya. He, ishini chalaqibdi-ku. Menga o'qsiz qurol beribsan. Voy, Seni tekshirib ko'rdik. qani bu yerdan juftlikni rostlaylik. Ajoyib. Xo'rozdan erta turibsanmi? Voy. Voy. Chinursin. Kesh. Anchadan beri turibsanmi? Seni taslim bo'lmaganingni sezguncha. Ha, Tayyormisan? hayotda bunchalik zo'r bo'lmaganman. Mana bu tomonda. Jinursin, nima bo'lyapti? Qariyadek qaltiryapman. Shoshmasdan diqqatingni jamla. Endi takrorla. Yaratgan egam, Yaratgan egam, oilam, oilam, hayotga ishtiyoq. hayotga tegdi.
Zo'r bo'ldi. Bu yoqqa qara. Birinchi bo'lib, terisini shilamiz. Yuqoridan boshlaysan-da, pastlayverasan. Chuqur archilama, tushunarlimi? Yaxshi. Sekin, shoshma. Rahmat. U menga imkon qoldirmadi. Bunga ajablanmasa bo'ladi, lekin soppa-sog'san-ku. Bilganlarimni ko'pchiligi bunday yurmasdi. Sen Taylor Makni eslaysanmi? Ha, dillermi? Ha, O'shanda shaharda yo'q edim. menga yoqardi. Eslasang banget o'ti berilib ketgandi. Ha, ammo janubni kukuni tatiganni qo'yib yubormaydi. O'zim zo'rg'a qutuldim. Biz Rachel va Sini bilan Taylorda ajramasdik. O'zimizni to'xtata olmasdik. Hammasini tatib ko'rardik. Xayolimizda qayerdan, yana qanday topsak derdik. Biz o'shanda jar yoqasida yurardik. Buni sezardim. Keyin esa qo'ng'iroq. Singlim oshirib yoribdi. Vrach aytdiki, ichilgan og'u yurak impulsiga to'sqinlik qilibdi. Chiroq o'chganday o'chib qoldi. 2 hafta o'zimga kela olmadim. Dafn marosimini o'tkazib yubordim, xayrlasha olmadim. O'shanda ko'maksiz iloji yo'qligini tushundim. Buni evaziga uni yo'qotdim. Ko'pchilik haq yo'lni topa olishmaydi. Demak men topmanda. Seningcha men ikkilanmaganmanmi? O'ylashingcha meni ko'nglimda kurash kechmayaptimi? Bilsang agar nailoj olg'a intilasan, bilsang bu biz qilishimiz mumkin bo'lgan yagona narsadir va bu juda muhim. Sen qanday qilib qutulding? Fojiali narsani o'zi bo'lmadi. Yaratganni haqiqatini angladim va butun tarixni bildim. Ya'ni ko'zlarim ochildi. Damashq yo'lidagi avliyo kabi. Ha, fojiali narsa bo'lmabdi. Balki sen haqdirsan. Jenursin, bizda hatto chandiqlar ham qolgan. Ha. Tushunarli. Men hal qilaman, ha. Yo'q. O'zim hal qilaman, yaxshi. Nima gap? Nima ham bo'lardi? Uni navbati. Sababi nima ekan? Mushuk xonim uni chetda ish qilayotganini bilib qoldi. U esa buni yoqtirmaydi. Shunday ekan, u biz bilan boradi va orqaga qaytmaydi. Rejani oxirgi paytda bunday burib yuborish yaxshi emas. Bema'nilikdan boshqasi emas. Uchrashuvni qiyinchilik bilan belgiladik. Aloqalar ustida ishladik. Ularni endi mustahkamlagandik. Sen mushuk xonimni bilasan-ku, qarorni o'zgartirmaydi. Uddasidan chiqa olasanmi? Ha, albatta. Qiyinchilik bo'lmaydi. Hammasini toza qil. Kirishib ketma. Men bilaman. Xudoyim. Jinursiz sal bo'lsa yuraging qinidan chiqib ketay dedimi? Rahmat senga O'sar. Mayli birodarlar, balki yo'l oldidan kukundan bir urarmiz. Ish oldidanmi? Buni bittasi dadillik uyg'otadi, ikkitasi ortiqchalik qiladi. Bunga qo'shilaman, to'g'rimi, West? Og'ayni mukkasidan ketish yaxshilik keltirmaydi. Olomon, sal tinchlaninglar. Bu yigitlar meni yaxshi ko'radi. O'zlaringni qiliqlaring bilan ularni cho'chitib yuborasizlar. Qani zafarlar sari olg'a, afsonaga aylanish vaqti keldi. Ana bu yerdan chapga, ha, ko'prik orqali. West, balki yordam berarsan. Ehtiyot bo'l, ariqchaga qulab tushma. Jenursin,
Nimaga dovdiraysan, ha? Ertalabdan o'zingga o'xshamaysan. Kundan urganingda bodringdek bo'larmiding? Esing og'ib qol. Bu nima qilganing? U nimanidir sezgandek edi. Uni sezgani bu seni. Tongdan beri ovsarday dovdirashing edi. Men o'zing aytganingda ishni toza qildim. Keyin dedim-ku. Uchrashuvdan keyin qil dedim-ku. Bu uni kelishuv edi. Bu uni aloqalari. Jin ursin. Afsusing yordam berarmikan? Furgonga chiqarishga yordamlash. Oyog'ingni olib tur, xalaqit qilyapti. Uni ortishga yordam berasan yoki yo'qmi? Hozir qayd qilib yuboraman. Telefonini ol. Ulardan xabar keldi. Mana 15 daqiqada yetib boraman. Javob ber, ularga yoz. Meni o'rnimga o'zim yigitlarim bor edi. Qulflanib qolibdi. Ochishning imkoni. Uni usulda yozishga harakat qil. Ha. Yaxshi. Ular u haqda so'rashsa-chi? So'rab qolsa, men javob beraman. Sen asabiylashmay muzokarani davom ettir. Udalaysanmi? Ha. La'nati, mana ular paydo bo'ldi. Hammani o'zini kalamushi bo'ladi. Menda ham bittasi bor. O'zi ham juda jiddiy. Meni yigitlarim uni bilishadi. Shuning uchun yaqinlashishga harakat ham qilishmaydi. Meni jahlimni ko'rmaslik uchun. Ha, u kutilmagan sovg'alarni yoqtirmaydi. Endi tasavvur qilinglarchi. Men hayratimni men kutmagan SMS kelsa-yu, uchrashuvga esa 10 daqiqa qolgan. Undagi ma'lumot esa meni kutib olishga meni tanimagan ikkita ahmoq bosh chiqadi deyilgan. Men kutgan, ishongan inson o'rniga Lazarus qani? Shunday ekan, savolim bor. Qayoqqa gumdon bo'ldi? Yoqimtoy, doim xushchaqchaq Lazarus. Qaysi shayton makriyle senlar usiz keldilar? Menimcha U kela olmadi. Bizdan iltimos qildi. Murakkablashtirish shart emas. Lazarusning xabarini o'qchi. LOL. Boshim harakatdagday g'uvlayapti. Meni yigitlarim o'rdimga borishadi. Men Lazarusni bilaman. U hazilni yoqtiradi. Shuning uchun u bilan zerikmaysan. Ammo bunaqa hazillar uni uslubida emas. Bu holatda hammamiz asabiymiz. Agar chindan Lazarusni bilsangiz, bu aynan siz yoqtirgan hazilkashni qilig'i-ku. Qimirlamang. Qurol yerga qaratilsin. Xayolingizga ham kelmasin. Mana kutilmagan sovg'a. Buni sabablari bor, ammo tafsilotlarni aytish menga emas. Endi esa taxminimcha, u go'zal kunda hech kimni jondan ajragisi yo'q. Yana yetmaganday mushkoyimga uchrashuvni bo'lmaganini tushuntirishni xohlamayman. Shunday ekan, kelinglar chalg'imaylik, bo'ptimi? Qoidaga amal qilmasanglar, bu senlarni oxirgi o'yinlaring bo'ladi. Mayli. Men roziman. Mollaring furgonchada. Hammasi joyidami? Pullarni olib kel.
o'zingni bosib ol. Biz kelishishimiz mumkin. O't! Meni eshityapsanmi? Jin ursin senlarni ifloslar! Qurolni tashlasang-chi. Meni gapimga quloq sol. Toshingni ter, maraz! Jin ursin seni! Biz shunchaki o'zimizni himoya qildik. O'zing ko'rding-ku. Ko'rinishingdan aqlli yigitga o'xshaysan. La'nata. Yo'q. Qurolni tashla. Bo'lmasa otib tashlayman. Bizda ikkita yo'l bor. Seni o'ldirib, hammasini mushkoyimga olib borib, uchrashuv ko'ngildagidek bo'lmaganini aytish yoki menga ko'proq yoqqani. Sen mollarni olasan, biz esa rejadagidek pullarni olamiz-da, hammamiz tirik qolamiz. Nima deysan, og'ayni? Aqlli yigit ekansan. Ke yordamlashaman. Chakkimas. Bundan battari ham bo'lish mumkin edi. Qani ko'tardik. U yerda nima borligini bilsam bo'ladimi? Yo'q. Orqada ketasan. Jiddiy aytyapsanmi? Chiqib oldi, mehnating samarasini qo'rg'ilab ket. Hammasi joyidami? Ha. Demak, 3 ta ish degin. Xizmat haqqi uchun. Bu ikkinchisi edi. Menga bularning bari yoqmayapti. Bu noto'g'ri. Yo'q, menamcha quvonib yurganim yo'q. Shunday ekan, rejalar bo'lsa, qulog'im senda. Salom qizalog'im. Maktabda ishlaring qalay? Hammasi yaxshi. Sizlarda nima gap? Har kungidek. Har kungiday joy-joyida. Mayli, men bora qolay. Bilmasligim kerak bo'lgan narsani bilmay qo'ya qolay. Rahmat qizalog'im. Men hozir boraman. Rahmat. Mushkoyim so'zda turmasa-chi? Menda zaxira rejasi bor. Urushga ketayotganda qurollanibsanmi? Sen bekorga meni bu avloqqa chaqirdingmi? Senga mushkoyim ushlab bermoqchiman. Shunaqami? Xo'sh, buni qanday qilasan? Mana bu tepaliklarda laboratoriyalar tiqilib yotibdi. U furgonlab kukunni naqdga sotyapti. Yana bu hammasi emas. Quloqqa ertakday eshitilyapti-ku. Lekin bizga quruq gaplar kerak emas. Menga sen aytayotgan narsalarga uni to'g'ridan-to'g'ri bog'laydigan dalillar kerak. Senda bular bormi? Nima kerakligini ayt topaman. Lekin meni tilingga ham olma. Senga yetkazayotganimni bilishsa. Mushkoyim oilamni tiriklayin o'tda yondiradi, tushunyapsanmi? Tushunaman. Men nimani xohlayotganingni yaxshi tushunaman. Oilani himoyasini ham bilaman. Men senga yordamlashaman. Bunga so'z beraman. Hudud sudyasi og'aynim. Qo'ng'iroq qilsam qamoqqa tayyorlaydi. Asosiysi sen meni aldamasang bo'ldi, Cash. U qamalish kerak. Kelishdik. Yaxshi.
Keyingi safar boshqa joy tanla. O'ng tomonning past burchagi. Erkinroq bo'l, nafas ol. Endi pastki chap burchak. Qo'ndoqni qisda, qo'lingni bo'shat. Tushunmadim, qo'limni qisaymi, bo'shashtiraymi? Birdaniga buni imkon yo'q-ku. Nimaga? Yelkangda qisda, qo'llaringni bo'shat. Asosiysi xotirjam bo'l. Ishni bajarilishi muhim, tezlik emas. Nishonga ol. So'zlarimizni aytdi va tepkini bos. Bo'l. Yaratgan egam. Oilam. Hayotga chanqoqlik. Mana bu natija ikkinchi halqaga tegdi. Bu jamoaviy ish, to'g'rimi? Salom. Mashina hujjatlarini bering, iltimos. Mana. Bu nima degani? Bu tashakkur degani, ofitser. Odium okrugining birinchi xonimidan minnatdorchilik sifatida bu sizga. $100 mi? Ha. Oz pul emas, tushunishimcha. Pullaringiz o'zingizda qolsin. Siz juda ham saxiy yigit ekansiz, sir. Katta rahmat. Sizdan iltimos mashinadan tushunchi. Bunga ishonchingiz komilmi? To'la to'kis. Bu sizga yaxshilik keltirmaydi, ofitser. Men o'ylashimcha siz Mashinadan hozir tushishingizni xohlayman. Yukxonani oching. Men yaxshilab tekshiruv o'tkazishim kerak. Bamperidan to bamperigacha. Yaxshi, xo'p, bo'pti, hozir. Yo'q, yaramas. Tashla. Nima qilyapsan? Bas qil. Qo'lingni ortingga qil. Nima deyapman senga? Qimirlama. Bo'ldi. Qimirlama dedim. Qani bir yonboshlab qilgan qilig'ingni o'ylab ko'rchi. Iflos! Maras! Toshini ter! Qora yaloq! Xudoyim. Bo'ldi. Kuning bitdi. Go'rga kirasan O'ylab endi. olishga anchagina vaqting bo'ladi endi. Mushkoyimni kukun tashuvchisini qo'lga oldim. Kesh, bu men Dyukman. Qayerdasan? Senga qo'ng'iroq qilib tusha olmayapman. Og'aynim bilan gaplashdim. Agar sen bu laboratoriyani bizga xaritada ko'rsatsang, hammasini tinchlarkan. Sen o'zingga mikrofon taqib olishing kerak. O'zingni himoyang uchun. Yashirinish seni qutqarmaydi. Qo'ng'iroq qil. Vaqt kutib o'tirmaydi. Vaqt bo'ldi, Kesh. Mashinaga o'tir. Qayerga boramiz? Bu haqda tashvishlanma, o'tirsang-chi. Sen bilan bormayman. Nega? Turqing yoqmaydi. Uni ustiga o'psarsan. Bizga ham bu yoqmaydi. Ammo chidashga majburmiz. O'shanda o'rmonda ish rasvo bo'pti. Yigitlar, kech qoldingiz-ku. Tezroq ichkariga kiringlar. Mushuk xonim hammani stol atrofida kutib turibdi. Zik, Kesh. Jim bo'linglar. Men sizlarga jim dedim. Men gapiraman, shuni bilishingizni xohlaymanki, biz rivojlanyapmiz. Ha! Shu munosabat bilan meni o'g'limga, Zikka e'tibor beringlar. Sen meni biznesim uchun shuni amalga oshirdingki, men buni imkonsiz deb hisoblardim. Shuni sizlarga aytmoqchimanki, meni yoqimtoy yaramaslarim. Men seni yaxshi ko'raman.
juda qadrlayman. Men ham sizni yaxshi ko'raman, oyijon. Ha, meni kichkintoyim Zik uchun. Zik uchun. Xo'sh, endi mana bu sovuqqon yaramasga kash. Meni qo'limda qachondir ishlarding, ammo ko'ngildagidek bo'lmadi. Ochiq aytsam, rasvo bo'ldi. Men seni ayblamayapman, kash, bilasanmi nima? Jahlim chiqsa yirtqichga aylanishimni. Ammo men senga yana bir imkon berishga qaror qildim. O'zingni ko'rsatishga, to'g'rimi? Bundan afsuslanmayapman. Sen uchrashuvni qutqarib qolding. Qolgan biron bir boshqasi buni rasvo qilardi. Ammo sen uddalading. Doim qoyil qilgandek uddalading. Menda senga nisbatan katta rejalarim bor. Menda hammalaringga nisbatan katta rejalarim bor. Men dollar degan qog'ozchalar haqida gapiryapman. Katta furgonda yoki furalarda. Bu pullarga nimalar qilmaslik mumkin? Ha, to'g'ri. Meni jamoamdan ketmoqchimisan? O'zingda belgi qoldir. Yo'q! Mayli, bora qol. Qani meni qoplonlarim, boshqa xonaga o'taylikchi. Hammangiz bu yoqqa kelinglar. Xo'sh, vaqti cholikka tayyormisiz? Ha, tayyormiz. Ha! Buni biluvdim. Qani, olib kirchi. Yigitlarimizga bugungi kechada kim hamroh bo'lishini ko'rsataylik. Qo'y. Mana bu kutilmagan sovg'a. Ajoyib. Zo'r-ku. Buni qaranglar. Hammangiz bilasiz-ku, Dyukni. Bu yaramas sherik odamsiz. Dil qonun himoyachisi. Bizni qammash orzusidagi xayolparast. Bizni suratlarimizni yig'ib taxtachasiga osib qo'yadi. Politsiyada. U tomoqqa tiqilgan suyakday bo'g'zimizdan teshib chiqqan. Ammo bizni Dyuk bir narsani inobatga olmadi. Bu tepaliklar men bilan suhbatlashadi. Menga har narsani shivirlab turadi va ular ayni paytda men bilan xayolingga kelmagan ishlarni qilishni maslahat qilishyapti. Buni ovozasi yong'in yolqinidek ko'p joyga yetib boradi. Bu sen qilgan ishlarni takrorlovchilar uchun saboq darsi bo'ladi. Dad, kel, sherif yordamchisiga o'zingni tanishtir. Qani. Qoyil. Zo'r-ku. Bo'la qol. Shoshtingni susaytirma, Dyuk. Qani salomlash bu ikki yirtqich quturgan og'a-inalar bilan. Xo'sh, tortinib o'tirishinglarni xohlamayman. O'zgacha bo'linglar. Ha! Nima xohlasangiz shuni ishlatinglar. Mana shunaqasi menga yoqadi. Yaxshi. Ajoyib. Zo'r-ku tanlov. Ajoyib tanlov bo'ladi. Muammoingiz bormi, ofitser? Mashina hujjati va texpasport. Ha, mana. Marazlar! Shu paytgacha tizza kosalarini bunday sinishni ko'rmagan ekanman.
Menga sen hayotga qanchalik chanqoqligini ko'rsatdik. Yaxshilab yalinasanmi? Balki ruxsat berarman. Emaklab chiqib ketasan. Bu taklifga sen nima deysan? Men Og'zidagi tiqinni olinglarchi eshitaylik nima derkin. men o'g'ilcham bor. Men unga kerakman. Men shuni va'da beraman, xudo haqqi o'zimda bori bilan qasam ichaman. Men ketaman va hech qachon qaytib kelmayman, churq etmayman. Iltimos, o'tirib so'rayman. Men qanchalik xursandman buni eshitganimdan. Ammo menga bu kamlik qiladi. Men o'rnak qilishim kerak. Birortalaringa yordam bersangizchi, xudo Yo'q, haqqi. sen bu holatingda talab qilingan hammasini qilamiz. Yo'q. Hozir eng asosiy masala mana bularni qaysi biri ishlatilishida. Kimda qanday takliflar bor? Nima cho'chiyapsizlarmi? Qo'ysangizchi, men bu yerga qo'rqoqlarni taklif qilmadim-ku. Kesh, o'zing iltifot ko'rsatmoqchimisan? Sezishimcha hamma yo'q dedi. Ke uni o'rmonga olib chiqaydi, u yerda tinchday. Jasaddan ham qutulaman. Namuncha oyim tillalardek qaltiraysizlar. Shu ham ishmi? Agar sen bu tepaliklar orasida tirik qolmoqchi bo'lsang, qo'lingni ifloslashdan cho'chimagin. To'g'ri aytyapmanmi, Kesh? Bu axlatni ko'zdan yo'qotinglar. Meni itlarimga yediringlar. Itdan qolganini sen ko'mib tashlaysan. Keyin men ketaman. Ketasan? Ha? 3 ta ish qilindi. Shunga kelishgandik. Kelishuvga tupurdim. Qachon jamoadan ketishini men hal qilaman. Bu shart seni jonajon jiyaningga ham taalluqli. Seni dovdir kuyovingga ham. Seni sobiq fermenga ko'milgan, o'lib ketgan bangi singlini suyagiga ham taalluqli. Gapimni tushundingmi, kichkintoy? Ha. Balandroq gapir. Ha. Men tushundim. Oqilona fikr. Endi xohlagan tomoningga ketishim mumkin. Ichkiri yopki, viski. Hozirman. Ey, menga qara. Mushkoyim bilan o'rtalaringda nimadir bor-a? U boshqa birovdan bu gaplarni eshitganidan osonlikcha qo'yib yubormasdi. Shunday ekan, ziyrakligingni yo'qotma, u fikridan qaytib qolmasin. Nima deysan? Buni ko'rishingiz kerak.
Biz kechagi Jukni telefonini ochdik. Uni kim bilan gaplashganiga qarang. Ko'zimdan yo'qol. Nima qildi deysiz? Yirtqichlar deytil keladi. Tushunarlimi? Dada, siz tayyormisiz? Ha, hozir chiqyapman. Ha, biz tayyormiz desak ham bo'ladi. Men bora olmayman. Men motam kunidan beri cherkovga kirganim yo'q. Savolni sen bilanmi? Uni e'tiqodi hammamizga yetadi. Buni juda to'g'ri aytding. Senda nima gap? Zaxira rejamiz chippakka chiqdi. Ammo baribir dalillar izlashni qo'ymayman. Yordam kerakmi? Yo'q, men sizlarni bulardan nari yurishingizni xohlayman. Mayli, meni vaqtim bo'ldi. Kesh, menga qara. Oho, ko'rinishingiz ajoyib-ku. Salom. Rahmat. Salgina g'ijimlangan u. Baribir. Dadajon, o'zingizni bosing, hammasi aniq. Rahmat. O'zing tayyormisan? Ha, tayyorman. Juda zo'r. Xususiy sektor. Hammaga xayrli tong. Xayrli tong. Hammangizni ko'rganimdan xursandman. Bugun men o'ylashimcha men tayyorlab qo'ygan nutqimdan voz kechgan holda yurakdan gapirmoqchiman. Biz moddiy dunyoga bog'liq gunohlarimizni osonlikcha ko'ra olmaymiz. Bular ochko'zlik, kibr, fahsh. Biz ko'p ham o'ylanavermaymiz bulardan tozalanishni. Faqatgina foydani o'ylaymiz. Ular orasida tarki dunyolik, yaratganga g'azab yoki o'zingizga nafrat, bu tuyg'ular xalal berishi, sizni chalg'itishi, siz haqiqiy hayotdagi o'rningiz umuman boshqa manbalarga bog'liqligini anglashni tushunishdir. Yaratgan sizlarni yaqinlaringiz bilan birgalikda bo'lishingizni istaydi. Dada, qalaysiz? Qizalog'im. Hammasi joyidami? Iltimos qilaman, meni kechir. Bo'ldi, siqilmang, hammasi yaxshi. Istaganingday otalik qila olmaganimga Dada, kechir. hammasi yaxshi. Oyingni yo'qotganimdan keyin yashagim kelmay qoldi. Ammo va'da beramanki, hammasini joy-joyiga qo'yamiz. Men seni juda ham yaxshi ko'raman. Oyim tinch yashashimizni xohlardi. Shunday bo'ladi ham. Meni kechir, Vinni. Anchadan beri kutgan edim. Sal hayajonimni oshirib yubordim. Rahmat. Va'zingiz ajoyib bo'ldi. Men juda xursandman. Men ham. Balki endi tez-tez uchrashib turarmiz. Nima deysan? Xudoyim. Nima deyishni ham bilmayman. Ko'p narsalarni hal qilish kerak. Na iloj, shayligingni sezgan zahoting kelaver. Katta rahmat. Ketdik. Cheeseburgerga nima deysan? Ajoyib deyman. Unday bo'lsa, Ha?
Salom, og'ayni. Kesh qani? To'xta. Sir. Politsiyani chaqiring. Qani orqaga dedim senga. Tezroq qoch. Nega to'planib oldingiz? Ko'zdan yo'qolinglar. Iflos, maraz, yo'qol. Qoch! Nimaga baqirayapsiz? Yo'qolinglar bu yerdan. Birortan yaqinlashsang, joyingda o'lasan. Kimga gapiryapman? Yo'qol dedim. Bas qilinglar! To'xtanglar! Yo'q! Hozir o'tirib qo'yasiz! Qo'yib yuboringlar! Qani tura qol, qochsangchi tezroq. Yo'q, kerak emas. Kerak emas. Doim ruhoningni gumdon qilishni orzu qilardim. O'zingni bos, Lion. Tezroq ketamiz. Ketamiz deyapman. Tezroq bo'linglar. Ketdik. Ha, Vinni. Xudoyim. Yaratgan ekan madad ber. Tez yordam chaqiringlar. Afsusdaman. O'ziga kela olmadi. Tashqarida kutib turaman. Sherif, qanday yoqimli uchrashuv. Xabar olgani kelibsiz-da. Unchalik emas. Vinni Thompsonni cherkov ro'parasida kaltaklashibdi. Buni eshitdim. U o'ziga kelmay kasalxonada vafot etdi. Bu kuppa kunduzi olomon ko'z o'ngida sodir bo'ldi. Buni yashirish oson bo'lmaydi. Sen ikkalamizni xavfga qo'yyapsan. Ko'rinishidan yigitlarimiz sar oshirib yuborishibdi. Ha, endi bo'p turadi-da. Men aytmoqchimanki, yigitlaringni jilovini bosib turgin. Gap so'zlar tarqayapti. Senga maslahatim, o'zingni ishlaring bilan yaxshilab qiziqsang bo'lardi. Maqtashmasa kerak. Yana bir qiziquvchi xodiming bu it topmas joylarda o'zidan izsiz yo'qolib qolsa. Ha, aytmoqchi, yana bir gap bor, Lansi. Ishlayotgan joyingda qora terga tushavermaysan-ku, to'g'rimi? Mendan ham oladigan maoshing bor. Ishonchim komilki, seni bu ishingga o'tuvchilar soni anchagina. Shunday ekan, bosgan qadamingni o'ylab bos. Har qanday daqiqada orqangda kimnidir nafasini sezib qolishing mumkin. Kuning ajoyib o'tsin, Lansi. Men unga yordam berishim kerak edi. Ularni to'xtatishim kerak edi. Yo'q. Azizam yo'q. Sen hech narsa qila olmasding. Bunda o'zingni ayblab yurmagin. Politsiyachilar qayerda ekan? Ularga dadamni o'ldirganlarni aytish kerak. Ular kimligini aniq bilishadi. Bo'lmasa nega to'xtatishmaydi? Sababi bu odamlardan hamma qo'rqadi. Endi nima qilamiz? Seni xavotirsiz joyga olib boray. Xavfsiz joyda bo'lishing kerak.
Yaqinlarimni o'ldirishini to'xtatishim kerak. Duo qilamiz. Shu yerda, hozir. Yaratganga meni gaplarim yoqmaydi. Sen esa urinib ko'r. Iltijo qilish yurakdagi yukdan xalos qiladi. Yuragingni ochib gapir. Ey egam. Sen Rachelni olding, endi esa Vinini olding. Agar ochig'ini aytsam, men bundan mantiq ko'rmayapman. Qanday qilib hammani sevuvchi egam oilani olib farzandni otasiz va onasiz qoldirishi mumkin? Bunda nima ma'no bor? Agar hammasini ochiq aytsam, u yerda borligingga gumonim bor, yo sen bizni bu jahannamga tashlab qo'ydingmi? Welder menga seni borligingni aytyapti. Sinovlar yuboryapsan ekan. Demak, bu meni. Unda uni bosib o'tishga harakat qilaman. Yuragimga ishonaman va to'g'ri hisoblagan qarorimni amalga oshiraman. Ammo sendan o'tinib so'rayman, iltijo qilaman, yaratgan egam, himoya qil. Meni oilamdan qolgan shu kichkina vakilani o'z qanoting ostiga ol. Men esa o'zim qilishim lozim bo'lgan ishni qilguncha. Iltijo qilaman, menga kuch, mardlik va qat'iyat bergin. Bu ifloslarni yer yuzidan tozalayman. Seni qaroring haq va ijobat bo'lsin. Amin. Amin. Og'ayni, bu xarobazoringni yangilamaysanmi? Qizchalarni ham shu yerga olib Har kelasanmi? doim hammasi, lekin kelishadi. Kelib o'zlarini yo'qotmaydimi? Yo'qotganda nima? Menga ham qoldir, xo'pmi? Mana shular. Bo'pti, ko'rishguncha. Hajji narsan. Voy ablah! Qarasa ham jang qilishini qara. Mana senga iflos, murtad, maraz. Kiruvchi qo'ng'iroq, buqa. Buqa, 5 ta qabul qilinmagan qo'ng'iroq. Ablah, kalitlar yo'qolibdi. O'rmonda uning pikap mashinasini topdik. Kalitlarni yo'qotgan shekilli. Yaxshi, u bilan o'zimiz hisob-kitob qilamiz. Menga topshiriqlar yo'qmi? Nazoratga ol, hammaga ovozi bo'lmasin. Tushunarliman.
Xo'sh, yigitlar, bu dunyoda shunchalik gunohga botibsizlarki, hatto axloq qoidasi va xushmuomalalikni ham esdan chiqaribsiz. Eshik taqillatish uchun qo'yilgan. Qizchani ishtahasi karnayku. Yo'q, adashding. Bu Rasti uchun. Steyklar jonidilar. Qani? Ma Rasti, ola qol. Hazırlash uchun kayfiyatimiz yo'q, pastor. Qizcha qayerda? Aytdim-ku, u bu yerda yo'q. Uni otasini o'ldirganingiz uchun g'azabim qaynayapti. Seni qayering qaynashiga tupurganimiz bor. Oxirgi marta so'rayman. Qizcha qayerda? Senlarga aytdim-ku. Uni tinch qo'yinglar. Yo'q! U aqlli qizcha ekan. Hozirgina u seni hayotingni saqlab qoldi. Sen kechga yetkazib qo'y. Mushuk xonim uchrashuv belgilaydi. Uni hayoti qizchani hayoti evaziga. Tushuntira oldimmi? Nima bo'ldi? Nega qo'ng'iroqqa javob bermading? Telefon yo'qoldi, savanni qani? Ular uni olib ketishdi. Kechir. Ayr boshlashmoqchi. Seni hayotingni unikiga. Harakat rejamni tuzib qo'ygan edim, ammo seni qo'shilishing rejamga o'zgartirishlar kiritadi. Bu shart emas. Meni rejam senikidan ko'p ham farq qilmaydi. O'zingni tartibga solib olasanmi? Yuzimni yuvib olsam yetadi. Balki futbolkamni almashtirarman. Ammo toza holda qoladi deb ayta olmayman. Hayotingdagi eng to'g'ri qaror. Adashib rasvoying chiqmasin. Men hech narsa qilmayapman. Juda yaxshi, qo'llaringni orqaga qil. Ha, keling bu masalani. Jin ursin, nima qilyapsiz? Qani o'rningdan tur. O'zingizni Seni kim deb tushlikka olib o'ylayapsiz? Bu boramiz. nima qilganingiz, ey? Joyingdan qimirlama, sen ham o'tir. Marazlar, boradigan joyingizni adashtirib Yashaylar. qo'ydingizmi deyman, ifloslar. Yo'q, qo'yvor, nimaga qoqqan qoziqday turibsan? Susan, qo'ng'iroq qilsang-chi. Qo'ng'iroq shart emas, Susan. Meni qizim bo'lmagan, ammo 3 ta o'g'illarim bo'lgan. Ikkitasini tepalikda o'ldirib ketishdi. Advokat byurosida to'polon. Ular zikni ushlashibdi. Bu zikni raqami. Men o'g'lim qani Kesh? Rosa seni bag'ringga qaytishni xohlayotibdi. Ayri boshlash taklif qilaman. Almashish. Zikni savannaga. Toshkonda uchrashamiz. Shassi yaqinida. Men aytaman nima qilishni.
Sen meni oldimga kelasan, Kash. Soat 4da zik bilan. Paydo bo'lmasang, oilang va ikkala singling yoniga qizini tiriklayin qo'yaman. Bu variant senga yoqdimi? Biz ikkalamiz garovga olganlardan qutulamizda, bir-birimizni qiynab o'tirmaymiz. Tushuntira oldimmi? To'rda kutib ol. Nima dedi? Rejani o'zgartiramiz. Ruhlantirmaydi bu so'zing. Aha. Senlar tamom bo'lding. Seni oilamdan shunday charchadimki. Bu ilon-vachaga ko'z quloq bo'ling. Hammam. İflos marazlar. Terini shilib olaman. Qo'yvor. Shoh qo'ymayman senlarni. Mendan yaxshilik kutmanglar, tushundingmi? Burningdan qoningni keltiraman. Yo'q, otmanglar. Otmang. Voy, chinursin. Kerak emas. Voy la'nati. Agar meni o'g'limga otgan o'qlaring tegsa, shaxsan o'zim peshonangda otaman. O'g'ilgina o'zingni bosmay shu yerdaman. Salom mushuk xonim. Salom Welder. Ha? Sen nega aralashib yuribsan? Kash degani qayerda? Hammamizga yaxshi bo'ladi. Agar almashishni ikkimiz qilsak, ortiqcha ehtiroslar shart emas. Sen meni o'g'limni kapotingga bog'lab ketsan, xuddi to'ng'iz ovlagandek qilib. Men o'ylagandimki, siz haq yo'lni tanlagansiz, ruhoniyati. Harakatlarim muqaddas kitobdagidan. Jonga jon, qonga qon. Demak, tushunishimiz qiyin bo'lmaydi. Men o'g'limni qo'yib yubor, uni bunday ko'rishni xohlamayman. Keyin darrov almashtirishimiz mumkin. Savannani olmaguncha qo'yib yormayman. Ortimdan dum bo'lib yurmanglar. Agar shunga ko'nsangiz, uni yo'lda qo'yib yoraman. Shartingga roziman. Qizchan obki. Zikni bo'shatgandan keyin qubitinglarda terisini shilib olinglar. Ostonaga yoyib qo'yaman-da, ustida raqsga tushaman. Qizaloq, o'zingni bos. Bo'ptimi? Qurolni pastga tushir, dedim senga. Qurol Jinursin. Ruhoniyni o'ldir. Nimaga otyapsiz? Otmanglar, tentaklar, otmang. Ablah. U mashina orqasida. Yonboshida aylanib o't.
Voy maraslar! Bor uni tinchitib kel. Zik, jin urgur shalviramay tez bo'lsang-chi. Voy la'nati! Ha? Hozir. Zik! Zik! Tezroq u yerdan ket! Jinnursan! To'xta deyapman. Ha? Yaxshi bolakay. Nima? Qani orqaga. Darhol orqaga dedim. Orqaga. Ayyo! Zik! Seni xafa qilmoqchi emasman, Savanna. Ammo sendagi M1 miltig'ida 8 ta patron bor. Qancha o'qing qolganini bilasanmi? Ha, men esa bilaman. Zeriktirmaslikni bilar ekansan. Bo'ldi, hazil vaqti tugadi. Boshingni uzib tashlayman. Voy iloni. Endi o'qing tugadi, zaharchi. Qochlaring! Ay Zik, ay xudoyim. Ay o'g'lim. Men o'g'lim. O'g'lim. Meni kechir.
Hammangni go'rga tiqaman. Kasham aka. Yur ketdik. Yur. Yaralanmadingmi? Yo'q. Qoch! Kasham aka. Men nima qilay? Oynani ko'ryapsanmi? Chiqib shahardan qoch. Bu la'nati shtatdan ket. Yo'q. Yodingda bo'lsa, yaratgan egam, oilam, hayotga chanqoqlik. Qochib ket. Bo'lsangchi, tezroq. Savana yugursangchi, tezroq chiq. Dunyoda men uni topolmaydigan joyni o'zi yo'q. Jahannamda ko'rishguncha. Qo'shin. Xayrli tong do'stlarim. Xayrli tong. Sizlarni ancha sog'inib qolgandim. Nurli yuzingizni ko'rishdan xursandman. Biroz vaqt yo'q edim. Soqol olishni sal oshirib yuboribman. Azizam, qalaysan? Salom. Sizlarni juda ham sog'indim. Suhbatlaringizni sog'indim. Yaratganning so'zi bu uning irodasidir. Bugun muqaddas qasos haqida suhbatlashamiz. Va shunday dahshatli lahzalar keladiki, tog' yangliq yuksak bo'lgan qo'rquvimizdan yongan yolqin 7 karra kuchli alanglanib, biz uchun atalgan olovni yondirar ekan. Xo'sh, u qalay? Hammasi joyida. Tarbiyalasak yaxshi ayg'irga aylanadi. Qasosni unutishimiz darkor.
darkness.